G'ayrilar nima deydi bu narsani ko'rganda? G'ayri dindagilar aytadi, musulmonlar o'zi shu talashurat bilmadi, qiyomatda ham talashib yurishadi bu masalada. Endi birodarlar, o'zimizga o'zimiz ko'p narsalarni qiyin qilamiz. Yo'q narsalarni izlab bir izlanish qilib, topib, kashfiyot qilib, haligi galisligini topamiz, yana qidirib bir dori darmonlarni topamiz. Qo'ying siz u narsalarni. Siz eng kattalarini va eng buyruqlarni bajarib turing. Mayda-chuda narsalar to'g'risida ko'p gapiryapmiz, baribir mana inson bir-birini aldash kerak emas, bir-biriga xiyonat qilish kerak emas. Bir-birini hamisha himoya qilib turish kerak deb turilibdi. Mana Sarvari olam aytadilar yana marhamat qilib, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullohu yawmal qiyamah. Bir bandani aybini bekitsa, Alloh uni aybini qiyomat kuni bekitadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak so'zlari. Bandani aybini bekitsa, Alloh uni aybini bekitadi. Bizda buni aksini qilishga ko'proq harakat qilinadi. Mana oyat-i karimada Alloh taolo aytadiki, la khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas. Nisa surasini 114-oyatida Alloh taolo aytadiki, maxfiy fichir gaplaringizda gap yo'q, ma'nosi yo'q o gaplarni. Bir-biringizni qulog'ingizga fichir qilib gapirishliklarda, burchaklarda maslahat qilishinglarda yaxshilik chiqmaydi, yomon narsa u. Faqatgina sadaqa berishda, birovga sadaqam bordi, shuni bersam bo'ladimi degan gap so'rash to'g'risida yoki mana ikkovini yarashtirib qo'yishimiz kerak, bular urushib qolgan, shu narsa to'g'risida fichir yoki bir ma'rifatni, yaxshi gapni shunga bir yetkazib qo'yimikin deb bir sekin bir-biriga maslahat berishdagina ruxsat bor deydi Alloh. Boshqa narsa to'g'risida unaqa bir-biringizga shivir-shivirni ko'p qilavermang. Bu barakasiz, bu yomon, bu fitnaga sabab bo'ladigan narsa. Sizga qarab ikkitasi pichirlasa, siz qarab turibsiz, nima deb o'ylaysiz? Bular o'ldirmoqchimi meni, yo bir nimamni gapirishyapti deydi-da. Balki ular boshqa narsani pichirlayotgandir. Siz tomonga qarab qo'yaptiki, bu eshitib qolmasin deb. Yaxshi emas bu. Bu dushmanchilikni keltiradi, bu gumonni keltiradi. Gumon iymondan ketkazadi. O'sha yaxshi narsalarni ham ba'zida birovni baqiraytirib turib pichirlashingizda gap yo'q. Yoki darrov uni mana shu narsani deyilyapti deb gapirish kerak. Dallar mana masjidimizni tekizlab asfaltga mana tayyorlab qo'yildi. Bugun juma kuni bo'lganligi uchun hozir tekizligicha turilibdi. Asfaltni erta-indin qilinadi. Shuning uchun muhtaram birodarlar, mana shu yo'l tekizlanib
mashinalarni kirish yo'li tekizlanib kelyapti. O'shalarni harakatida bo'lganlar, shularni haqqiga bir duo qilsak. Rustam aka, Rasul aka o'g'illari, Akbarjon, baraka topsinlar, bu Jo'raka, rahmatli Jo'rakaning o'g'illari, Doniyor degan yigit, shuna haqlariga bir astoydil duo qilsak, hamda mana hoji akalarimizdan Gadoyvoy hoji aka, Nazirjon hoji aka, Sa'dulloh hoji akalar ham bunga bosh bo'lib turibdilar. Akbarjon nihoyatda boshqa tomonlama ham ko'p masjidga yordam qilib turibdilar. Onalarning umri uzoq bo'lsin, tallari sog' bo'lsin. Rustam akani ham, Doniyor ukamiz birodarimizni ham Alloh taolo maqsad murodlariga yetkazib, Alloh taologa martabalarini bundan ham baland qilsin. Mana qancha odam masjidga kelganda mana endi tekis bir loyda bo'lmay mashinalar bemalol bo'lib kelinadi. Alloh bularni savobidan, ajri azimdan ato qilsin. Bular shetda mana saf tortib o'tirishdi jamoatda. Mana Ravshan degan bir ukamiz 3 juma bo'ldi kelib, 3 juma keldim. Rosti birinchi juma kelish paytimda ham hali ichkilikni tashlamagan edim. Kelib shetda juma o'qiganimdan ichkilikni ham tashladim, namozni ham boshladim. Qoraka, endi bugun bitta jiyanimni ham boshlab keldim. Ota Abdulaziz, bizni haqqimizga bir duo qilsangiz, hamisha mana shunday ibodatda, namozda bo'lib, juma namozlaridan bahramand bo'lib tursak degan talabda kelgan ekanlar. U kishini haqlariga duo qilamiz. Obid aka, mutaallimiz, sirimiz betob ekanlar. Obid hoji aka, u kishini haqlariga duo qilamiz. Alloh taolo darlariga shifoi komil ato qilsin. Mir Musa otani haqlariga, To'lqin akani, o'g'illari Rustamning haqlariga, u kishini ayollarini, hammalarini haqlariga, Murodil akani haqlariga duo qilamiz. Ilohi amin. Allohumma robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya Mavlana innaka antat tawwabur rahim wahdini va wahdina va waffiqna ila al-haqqi va ila tariqil mustaqim bi rahmatika ya arhamar rohimin. Muhtaram birodarlar, bir ukamiz shunday savol beribdiki, yosh yigitcha, otam hech namozga, ya'ni hidoyat yo'liga boshlolmayapman. Nima qilishim kerak? debdilar. Otam 44 yoshda. Hech bir hidoyatga kirmayapti. Hey uka, payg'ambarimiz ham Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham yalinib amakilari Abu Talibni kirgiza olmaganlar. Nimaga Abu Talibga qattiq yalindilar? Abu Talib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni 9 yoshlaridan o'z qaramog'iga olgan, bolalaridan ortiq ko'rib, ukamni o'g'li deb, yetim deb e'tibor berib, Hazrat Alining otalari yana ta balog'at mukammal yoshga o'tguncha qaragan. O'g'il ukam Abdulloh hayot bo'lganda ham manchalik o'g'lini Muhammadni yaxshi ko'ra olmasdi. Men Muhammadni shunday yaxshi ko'raman degan ekan Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Quraysh qabilasida nihoyatda obro' e'tiborga ega bo'lgan. Ko'p Makka mushriklari Abu Talibdan qo'rqib ham payg'ambarimizning oldilariga bir yomon gap bilan kelisha olmagan. Shu amakilarini har kuni da'vat qilganlar, hidoyat bo'lmagan. Oxiri jon berayotgan holda ham, ey amaki jonim,
Bolalaringizdan ortiq ko'rdingiz meni. Menga kichikligimdan qattiq mehr muhabbat bilan qaradingiz. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bir marta la ilaha illalloh deng, Muhammadur Rasululloh demasangiz ham mayliga, u yog'ini Allohdan o'zim so'rayman deb yalinganlarda ham yo'q aytkim yo'q dedi. Payg'ambarimiz yig'lab o'rnlaridan turib chiqib ketganlarida, 3-4 qadam yurganlarida Cebrail aleyhisselam vahiy olib keldiki, astagfirullah, innaka la tahdi man ahbabta valakinnalloha yahdi man yasha. Ey Habibim, siz hidoyat berolmaysiz. Kimni yaxshi ko'rganingizga hidoyat berolmaysiz. Men yaxshi ko'rgan, ya'ni men xohlagan bandamga hidoyat beraman dedi Alloh. Sizni qo'lingizda emas hidoyat berish. Hazreti Ali chiqib aytdilar, qad mata ammuk fi zalala. Ey Rasululloh, amakingiz zalolatda o'ldi, iymonga kelmay. Ya Rabbim, do'zaxingdagi eng oson azob bir amakimga deb yig'lab duo qilganlar. Endi zalolatda ketgandan keyin u yog'i shu-da endi. Boshqa gap yo'q. Zalolatda ketgan odamga jannati qil, boshqa qildi bo'lmaydi. Bu hidoyat Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga beradi sabab qilib. Masjidga keldingiz. Men chaqirganim yo'q, men gapirgan, meni gapim emas. Alloh dilingizga solib kelasiz. Biz sabab bo'lamiz. Xolos. Banda bandaga sabab bo'ladi. Alloh beradi hidoyat. Qancha odam bor, qanday o'tirg'izib olib gapiramiz. Kuladi, ya xo'p deydi, chiqib ketadi. Bo'ldi, shu bilan esdan chiqib ketadi. Uka, duo qilamizda. Duo qiling. Boshqa nima keladiki? Insof bersin Alloh. Insof bersin, hidoyatiga solsin. Ana shu duoni qilinadi. Birodarlar, shuni yaxshi biling. O'sha duolar o'tganlarning haqqiga duo qilsak, sadaqa bersak, boshqa qilsak, shu savob tegadimi, shu savob bo'ladimi? Agar mo'min bo'lib ketgan bo'lsa. Uni Alloh biladi haqiqatda. Biz bir narsa deya olmaymiz. Balki shunday bir g'arg'aradan 5 minutmi, 1 minut oldimmi tavba qildim, Alloh haq ekansan deganni biz bilmay qolgan bo'lamiz. Alloh o'zi bilgan bo'ladi. Endi bu xususan balkim ota-ona to'g'risida so'ralayotgandir. Siz bag'ishlamang, savobingiz agar ota-onangiz mo'min bo'lib o'tgan bo'lsa boraveradi. Savobi tegadi. Endi alohida duo qilsangiz undan ham ulug' bo'ladi. Talabi mag'firat bilan nomai a'moldan ota-onaning gunohlari qolgan bo'lsa o'chirilib turadi. Buni o'tgan juma ham ancha kengaytirib gapirib bergandik. Ma'ruzamizni oxirida o'qiymiz inshaalloh Robbil alamin. Muhtaram birodarlar, ben shuni yana tayinlab aytib qo'yayki, Ota shahridan tijorat bo'yicha kelgan edik debdilar. Otam Abduqodir aka Toshkentga borib Qumariq masjidida juma namozini o'qinglar va Fozil qori akani kasitalardan olib keling dedilar. Chunki mahalla ahliga kasitalaringizni qo'yib beryapmiz. Kecha kunduz duo qildilar o'zlari ham. Sizga uzoq umr sa'at bu duo qilishibdi. Bular Olma-Otadan kelgan. Alloh taolo hammalarimizni rushdi hidoyatda qilsin. Bizi ma'ruzalarimizni birodarlar faqat shunday qo'yib bir da'vat yo'lida foydalaninglar.
birovni izzat nafsiga, birovni dilini menga bir boshqa qaratib qo'ymanglar. Endi muhtaram birodarlar, hozir mana bir hafta bo'ldi mufti hazratlarini muavini bo'ldik. Xizmat ko'payib ketdi. Ko'p yurish shu masjidlar bo'limi bo'yicha, masjidlarni tekshirish iqtisod bo'limi bo'yicha muavimiz. Shuning uchun birodarlar, ba'zida bo'lamiz, ba'zida bo'lolmaymiz. Mana alhamdulillah, Allohga shukr, mana masjidlar mana qurildi. Endi Xudo xolasa bir shu masjidni qurishda katta yordam bergan inson ham bir kelib qolsalar, ko'rsalar yaxshi bo'lardilar. Alloh umrlarini uzoq, tanlarini sog' qilsin. Shu masjidga yordam bergan, xizmat qilganlarni hammalarini Alloh iymonlarini mustahkam qilib, tan jonlarini salomat qilsin, hayotlariga tinchlik, xotirjamlik bersin. Biz endi ko'pda bo'la olmaymiz. Biz endi shu bir bitta masjidda emas, endi ko'p masjidlarga borishimizga to'g'ri keladi. Viloyatlarga borishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun endi bu masjidda bitta imomni farmon bilan qo'yiladi. Bizga endi nasib bo'lsa bo'ldi, endi xizmatingiz bitta deysa yana shu masjidga kelaveramiz. Chunki bu masjidni xodimimiz aslida u mansab boshqa nima emas, bir ozroq bir yordamlashib, bir masjidlar qonun qoidalarini mustahkam bo'lishiga yordamlashib qolsak, keyin yana o'zimizning masjidimizga kelaveramiz. Hozircha endi men bu masjid imomatchiligidan bo'shadik. Shuning uchun mana bir imom saylanadi, saylanish yo'q, farmon bilan qo'yiladi. Lekin Toshkentda bo'lsak, hamisha birodarlar juma namozida shu yerda bo'lamiz. Toshkent shahrida bo'lsak, shu yerda bo'lamiz. Lekin biron bir yana boshqa nimalar bo'lib qolsa, u yoqlarda bo'lib qolamiz. Shuning uchun endi Alloh taolo hammamizni bir-birimizdan Alloh rozi qilsin. Alloh taolo egan bu mahallada juda ham bir mehr ko'rdik, hurmat topdik. Iloyo hamisha bu mahalla fayzlik, barakotli bo'lsin. Hammalari bir go'zal fe'l, xush fe'lli odamlar. Alloh taolo tan jonlarini salomat qilsin. Bu Qumariq mahallasida ig'vogar yo'q, fitnachi yo'q, fasodchi yo'q, josus yo'q, g'alva qiladiganlar yo'q. Alhamdulillah, bir go'zal bir xulqlik odamlar turadigan mahalla. Shuning uchun qaysi joyda bo'lmaylik, qaysi joyda xizmat qilmaylik, baribir mana shu masjid bilan biz doimo bog'liqmiz. Boyaga aytgandek, Toshkentda bo'lganimizda shu yerda bo'lamiz. Lekin endi masjidni javobgarligini men bo'ynimdan soqit qilmasam, bu yerda javobgarligimiz ko'payib ketdi. Shuning uchun masjidni javobgarligini bir odamga yuklansa, sal bizni ham ishlarimiz yengilroq ko'chadi. Ilohi amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى عليهم الرضوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إله آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قارئ بالا خلي كشكينا مرزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رب